Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yakkasaroy tumanida turibmiz, ya'ni turar joy majmuasi Solaris deb nomlangan turar joy majmuasidamiz. Bu xonadonimiz duplex 150 kvadrat metrli. Xonalari juda ham ko'p. Ko'rsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarni tanishtirib, obzor qilib chiqaman hamma joylari bilan. Qani kelinglar. Narxini oxirida aytaman. Narxi juda ham zo'r. Valerian kechib olinglar, yuraginglarni mazasi qochib qolishi mumkin. Xo'p, bu podyezddan kirish qismimiz. Kirganimizda mana bizlarning o'ng qo'lda kattagina bo'lgan, shinam bo'lgan kuxnyamiz bor. Kuxnyamizni ko'rsanglar bo'ladi. Goodwill gaz qurilmalari, vitrishka va balkonimiz ham bor aziz o'rtoqlar. Bu yerda 4 kishilik stol stullar ham qo'yib qo'yilgan. Xo'p, uyimizning har bitta oynasining orqasida balkon bor. E'tibor bersanglar bo'ladi, hammasida balkon bor. Bu bizning общий sanuzilimiz, yo'laydagi. Hamma sharoitlari joy-joyida chiroyli qilib qo'yilgan, tayyor turibdi. Uyimizda ozgina muddat odam yashagan, lekin uyimizga urinib ketmagan, juda ham ideal holatda turibdi. Bu yoq bo'lsa, mana ko'rsanglar bo'ladi, mehmonxonamiz. Bu yoqda bemalol mehmonlarni kutib, lounge zonada dam olib, televizorlarni ko'rsak bo'ladi. Nari yoqda bo'lsa, mana ko'rsanglar bo'ladi, kattagina stol stul qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqda mana 6 kishi o'tirib bemalol suhbat qursa bo'ladi yoki nonushta qilsa bo'ladi. Yaxshi turetskiy yog'ochdan yasalgan stol stullarimiz bor. Xo'p, kartinalarimiz chiroyli, mana lyustralarimiz bor. Har bitta oynalarimizning eshigi bor. Chiqsanglar balkon, orqa tarafi, bemalol orqa tarafiga chiqib dam olib, havo almashtirsanglar bo'ladi. Endi men sizlarni uyimizning ikkinchi qavati bilan, ya'ni tepa qismi bilan tanishtirib chiqaman. Qani ketdik. Mana aziz o'rtoqlar, ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ko'rsanglar bo'ladi, ikkinchi qavatda bizning 3 ta xonamiz bor. Juda ham keng, kattagina bo'lgan. Bu detskiy, ya'ni yosh bolalar yotoqxonasi. Ko'rib turibsizlar. Yumshoq kravatlari, konditsioner, balkonlari, hamma narsalari bor aziz o'rtoqlar. Va ikkinchi yosh bolalar yotoqxonamiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda ham yumshoq kravatlari, dars qiladigan stollari, bu yoqda bo'lsa konditsioner, balkon, shkoflari, garderobning hamma narsalari joy-joyida turibdi. Xo'p, master spannimizni ko'rsanglar bo'ladi, juda ham idealniy. Bu yoqda garderobning shkoflari, zilkarning oynalari, bu yoqda bo'lsa o'zini sanuzillari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Sanuzili juda ham keng, kattagina va bu yoqda yumshoq kravati va master spannimizni juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan balkon qismimiz ham bor. Uyimizda konditsionerlar ham bor. Har bitta xonamizda konditsioner, balkon, hamma jihozlari joy-joyida qilingan aziz o'rtoqlar. Uyimizning narxi 170 ming AQSh dollarida. Shoshilib qolinglar. Bunaqa narxda, bunaqa kvadraturali uylarimiz juda ham kamdan kam chiqadi. Sizlar bilan nodir uylar bo'ldi. Hammalarga omad.